ulug'lar duo qilishar ekan. Parvardigor, menga tashvish berma. Mendagi tashvishni ko'rib ota-onam qiynalmasin. Parvardigor, menga ne'matlaringni ko'paytirib ber. Mendagi ne'matlarni ko'rib ota-onam shodlansin deb so'rashar ekan. Qarang, tashvish bu o'zim uchun qiynalaman demayaptilar. Mening tashvishimni ko'rib otam-onam qiynalmasin. Shuning uchun menga tashvish berma. Ne'mat bu o'zi ichidan xohlagani uchun emas, balki ne'mat mening qo'limdaligini ko'rgan otam-onam quvonsin. Ota-ona shunday bo'ladi. Farzandida bor bo'lsa, farzandini qo'lida bo'lgan farzand qanchalar xursand bo'lsa, undan-da ota-ona xursand bo'ladi. Farzandini tashvishini ko'rsa, farzandidan-da tashvishda qoladigan bu ota-ona bo'ladi. Shuning uchun yigitlar, tashvishinglarni, xafachiliginglarni ko'rsatmanglar ota-onalarga. Faqat kulib yuring, onajon, otajon deb ota-onani ulug'langlar.